kilo. Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Mana o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Juda ham bir chiroyli qilib, ko'rkam qilib bir fayzli xonadonga sifatli uzumtok o'rnatdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Albatta hovlisiga shunaqangi sifatli uzum tok, naveslar qildirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol shu ekran ostida shaxsan o'zim nomerimni qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta bu uzum tokimizni Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Lo'g'on qishlog'iga olib kelib, ustanovkasini qilib berdik. Akalarimiz mana o'zlari juda ham bir chiroyli dizaynda sifatli qilib, albatta ishini ham qilib uy qurishibdi. Albatta mana shu uyga mos keladigan sifatli qilib, chiroyli qilib uzum toklarini ham zakaz qilishgandek qilib o'rnatib berdik. Albatta bizni YouTube'da kanalimizni ko'rishib, xonadon egalari o'zlari bizga aloqaga chiqishib, albatta zakaz qilishgandi. Xudo xohlasa mana ko'rib o'zlaring videoni baho berasizlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimiz rivoji uchun, kanalimiz videolari kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni do'stlar guruhlariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Hurmatli yurtdoshlar, endi mana общий planda ko'rsatsangiz operator akamiz mana shu uzum tokimizni razmeridan boshlasak, razmeri mana shu uzunasiga 25 metr razmerda bo'ldi. Eniga firmalar 8,5 metrdan tushdi. Endi birma-bir bir videoni e'tibor bilan kuzatasizlar. Har bir detalini, mana shu firmalar oralig'ini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, 100% profildan tayyorlandi uzum tokimiz. Albatta bu profillarimiz mana shu stoykalari mana ko'rib o'tishlaring mumkin. 8 ga 8 lik ikkilik stenali qalin profildan foydalanganmiz va mana taglariga tumbalarini qo'yib, har bitta mana stoykalarga tumbalarini qo'yib, mana shu burchaklariga ikkilik listni lazerda o'ydirib, chiroyli qilib ishlaganmiz. Endi mana shu xori qismlari, ikkala chekkadagi xori qismlari 4 ga 4 lik profil, 1.7 lik stenali profilda bo'lgan va oralariga buni ham ikkilik listda sal yaqinlashtirib tomoshabinlarimizga ko'rsatib bersangiz, gul o'ydirib, juda ham chiroyli holatda qilib, albatta tayyorlab o'rnatdik. Endi aziz yurtdoshlar, asosiy qismi mana shu rosmana videoda ham ko'rinadigan qismi mana shu 8,5 metrlik firmalar, har birini orasi 1.20 santimetrdan tushgan. Albatta bu firmalarimizni tepa qismi 4 ga 4 profilda, pastki qismi 4 ga 2 profilda qilingan. Va mana shu har 1 metrga bo'linib, mana shu 8,5 metr joyda 8 ga bo'lganmiz va oralariga mana shu esguldan 12 lik furutda eshilgan, kvadratda eshilgan esguldan qo'yib, buni oldi orqalariga yaqinroqdan ko'rsatib berasiz. Mana shu ramashka chiroyli gullarni qo'yib, tillarang svetga bo'yab, albatta chiroyli qilib tayyorladik. Endi bu tepadagi firmalarimiz ham aziz yurtdoshlar 1.7 lik stenadan foydalanganmiz va tepada mana 50 santimetrga mana shu profil, 3 ga 2 profil tortib berganmiz. Mana shu shada qismlariga qalin qilib tortib berilgan. Endi mana shu variantimiz, o'rnatgan holatimiz aziz yurtdoshlar, naves qilishga tayyor qilib qo'yganmiz. Xonadon egalari xohlashsa uzum tok ko'tarib chiqarishadi, xohlasa leksan yoki shumkali qilib tunuka bilan yoptirish imkoniyatiga ega bo'ladi va mana shunga tayyor qilib qo'yilgan. Endi bu uzum tokimizni aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metrini 230 ming so'mdan qilib berdik. Kraskasi, materiali, dastavka, ustanovka xizmati hamma yo'qlari ichida bo'ldi.
va bu yoqqa mana burilgan holatni ham ko'rsatib o'tasiz. Bu tomonimiz 5 metrga, bu yog'i 7 metr razmerda bo'ldi. Bu tomonimiz ham juda chiroyli holatda chiqdi va bu yog'iga bemalol bo'yi pastroq bo'ldi. 5 metr variantda bo'ldi. Bemalol uzum to'ga olib chiqib foydalansa bo'ladi. Va albatta akalarimiz bu yog'iga shu Lexan olib berishadigan bo'ldi. Lexanni chiroyli qilib shu birar oylardan keyin qatirib beradigan bo'ldik. Endi aziz yurtdoshlar, bu ishimizga qo'shimcha mana shu uyimizni eshigi qibla tomonga qaragan ekan. Yog'ingarchiliklarda mana shu zina suv bo'lib ketib yoki chang to'zonlarda bir yomon bo'lib ketmasligini hisobiga mana soyabon qilganmiz, ya'ni kazirok. Bu kazirogimiz ham oldiga 2 metr, bu yog'i 6 metr razmerda bo'ldi. Bu ham juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Hurmatli yurtdoshlar, kraskasiga to'xtalib o'tsak, kraskasi albatta gruntovkalar sepilib, uzum tokimizga mokriy asfalt svetda kraska berganmiz. Shu Hammer kraskadan foydalanganmiz. Xudo xohlasa mana ko'rib, videoni oxirigacha o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Yo'qsa ishlarimiz bittadan like ni bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, xizmatlar kerak bo'lsa, Humoyun Usta Uz kanaliga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Albatta kelishilgan holda joylaringni borib o'lchab, arzon va sifatli qilib tayyorlab xonadonlaringga chiroyli qilib o'rnatib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.